Alloh niyatimizni biladi. Kela qol. Qani kela qol. Voy. Hanna, bunga qara. To'xta, nima? Axir bu Polapon-ku. Oyijon, dadajon. Voy, jarohatlanibdi. Balki qulab tushgandir. Uni qutqara olamizmi, dada? Bechora. Inshaalloh harakat qilamiz. Umar, iltimos telefonni uzatib yubor. Xo'p bo'ladi. O Polapon, jajji Polapon, biz senga yordam beramiz. Qanotchangni bog'lab shu on shifosiga umid qilamiz. Umar Hanna xavotir olar. Qo'rqma, qushcha, bari yaxshi bo'lar. Biz urindik imkon qadar. U yog'in Robbim o'zi bilar. Hozir tutib olaman. Juda soz. Bolalar, qulash payti bo'ldi. Endi seni ushlayman. Xo'sh, tahorat oldingizmi? Ha! Tishingizni yuvdingizmi? Ha! Rostdanmi? Qani tekshiraylik-chi? Dadajon. Bo'ldi, endi uxlash kerak. Men uchyapman. Dada, agar Polapon yana ucha olmay qolsa, unda nima qilamiz, a? Voy, bechora qushcha. U sog'ayadimi? Yana ucha oladimi? Alloh bizdan so'rasa, unda nima deymiz? Xavotirlanmang. Alloh niyatimizni biladi. Qo'limizdan kelganini qilganimizni ham. Endi esa duo qilib, shifosini Allohga havola qilamiz. Yaxshi niyat qilamiz. Ha! Alloh, iltimos Polaponni qanotiga shifo. Amin. Alloh niyatimizni biladi. Ha, hozir Ibrohim alayhissalom davrida yashagan qaldirg'och hikoyasi yodimga tushdi. Qaldirg'och? Ha, mitti qaldirg'och. Hikoya tinglaymiz. Har oqshomda hikoya tinglaymiz. Turli mavzulardan maroq olamiz. Tahorat olishni sira unutmang. Uyqudan oldin kanda qilmang. Iya? Allohumma solli ala Muhammad. Bismika Allohumma ya Mahmud. Qadim zamonlarda Payg'ambar Ibrohim alayhissalom davrida mitti bir qaldirg'och zolim shoh Namrud va uning qavmi payg'ambarni yoqib yubormoqchi bo'layotganlarini ko'rib qoldi. Balandroq uchishim kerak. Suv qayerda? Alhamdulillah. Jajji qaldirg'och mittigina tumshug'iga to'latib suv olibdi. Keyin uchishni boshlabdi. Manzilga yetib kelganida tumshug'idagi suvni oloviga qarab purkabdi. Suv, ko'proq suv kerak. Qaldirg'och sira to'xtamabdi. U qayta uchaveribdi. Ulkan gulxanni o'chirish uchun harakat qilaveribdi. Lekin dadajon, axir qaldirg'och kichkina bo'ladi-ku. Tumshug'i esa mittigina. U qanday qilib olovni o'chirishi mumkin? O'zing nima deb o'ylaysan? Menimcha o'chira olmaydi. Dadajon, nega qaldirg'och olovni o'chirmoqchi bo'lgan?
Hanna, payg'ambar Ibrohim alayhissalom uning ichida bo'lgan. Nima? Payg'ambar Ibrohim alayhissalom olovning ichida bo'lgan. Ha, xana, zolim shoh Namrud Ibrohim alayhissalomni yoqib yuborishni xohlagan. Chunki u payg'ambarning odamlarga Allohning so'zlarini yetkazayotganini yoqtirmasdi. Innalillah. Keyin nima bo'pti, dada? Qaldirg'och olovni o'chirish uchun mittigina tumshug'ida suv tashiyveribdi. Ammo olov borgan sari kattalashibdi. Hoy mit qaldirg'och, kichkinagina tumshug'ingdagi ozgina suv bilan bu ulkan olovni hech qachon o'chira olmaysan. O'chiraman. Kichkinaligimni bilaman. Olovni o'chira olmasligimni ham. Suv, ko'proq. Unda nega hadeb suv tashiyapsan? Mening yordamim faqat shudir. Alloh buni bilar shaksiz. Olovga qarshi chora suvdir. Yordam beraman bo'lmay umidsiz. O'zing bir o'ylab ko'r, qushcha. Axir sen mitsan judayam. Lekin davom etaman uchishda. Bundan boshqa yo'l yo'q agar bilsang. Bekor ko'rinyapsan qushcha. Olovni baribir o'chira olmaysan. Mening yordamim faqat shudir. Alloh buni bilar shaksiz. Bu haqda so'ralganimda javobim ham bo'lar tayin. Bechora qaldirg'och. Qayg'urma, Hanna. Allohga ishon. Dada, keyin nima bo'pti? Keyin payg'ambar Ibrohim alayhissalom ko'z o'ngida mo'jiza yuz beribdi. Voy, qanday mo'jiza, dada? Qanday mo'jiza bo'lganini eshiting. Alloh olovga buyurdi. Biz, ey olov, sen Ibrohimga salqin va salomatlik bo'l dedik. Anbiyo surasi 69-oyat. Keyin olov sovibdimi? Ha, albatta. U xuddi sovuq xonadek bo'lib qolibdi. Subhanalloh. Shunday bo'lar Alloh qudrati, har nega qodir mo'jizasi. Gar ko'rsatsa u marhamatin, olamga yoyar ovozasin. Shu tariqa Allohning madadi bilan payg'ambar Ibrohim alayhissalom olovdan omon qoldi. Bu mo'jizani ko'rgan jajji qaldirg'och ham benihoya quvonchga to'ldi. Alhamdulillah. Uxlab qolishdi. U Joyiga olamiz. Bugun kun juda soz o'tdi. Orom oling bolajonlarim, bo'ling doim solih soliha. Ezgulikka to'lsin har on. Allohim bizni panohingda asra. Allohim bizni to'g'ri yo'lga boshla. Ikki dunyo saodatin topib, seni rozi qilaylik. Jannatingla
mukofotda. Qiblani qanday aniqlaymiz? Oh, yaxshi. Rahmat. Bo'ldi bolalar, kalitni oldim. Ketdik. Yura qolinglar. Mana biz shu yerdamiz. Endi tezroq sohilga borsak qaraydi. Biram ajoyib. Bu yoqqa bir qaranglar, bolalar. Qalay ekan? Voy! Subhanalloh. Oyijon, biz ham sohilga boraylik. Xo'p, deya qoling, iltimos. Axir endi yetib keldik. Biroz dam olib olaylik. Lekin men hech ham charchamadim. Baribir keyinroq borishni taklif qilaman. Qorong'u tushsin. Sohilda yulduzlar xuddi olmosdek yaraqlab turadi. Subhanalloh. Hanna, qara. Voy. Qani bolalar, bunga tayyormisiz? Unda ketdik. Mana! Tunab qoladigan joyimiz. Chiroyliligini. Voy! Voy, basseyn-ku. Voy! Qoyil. Voy! Kattaligini. Rahmat, dada. Ehtiyot bo'ling bolalar. Mana bu yerda basseyn ham bor. Hoy. Kulib turinglar bolalar. Ha, Men ham bir ko'ray. avval narsalarimizni joylashtirib olamiz. Hanna, ko'zingni pirpiratib yuboryapsan. Sizni yaxshi ko'raman, dadajon. Tayyormisan? Tayyorman. Ha. Qoyil, dada, yana bir marta. Shoshilma, endi Xananing navbati. Yo'q. Qani, bo'la qol. Juda zo'r bo'larkan, Xanna. Bo'la qol, hech narsa qilmaydi. Xo'p. Lekin men baland sakramayman. Maylimi, dada? Bo'pti. Jindek sakrasang, jindek suv sachraydi, ha? Tayyormisan? Balli qizalog'im. Aha. Voy. Hali shunaqami? O'ziga suv sepamiz bolalar. Qoyil. O, yaxshi, to'p menda. Kimga otay? To'pni kimga otay? Qani. Xo'sh, qani. Yaxshi, Xanna, ilib ol. Mana shunaqa. Qani bolalar, namoz o'qishga tayyorgarlik ko'ramiz. Shom bo'lyapti. Voy, dada, men yana o'ynamoqchi edim. Men ham. Ertalab o'ynaymiz. Yana sohilga boramiz, to'g'rimi? Voy, zo'r. Oyi, dada, namoz o'qiylik unda. Namoz. Shoshmanglar. Qayerda ekan? Nimani qidiryapsiz? Qiblani. Voy, men bilaman. Biz xuddi uydagidek derazadan qarashimiz kerak. Hanna, qibla Ka'ba tomonda, deraza tomonda emas. Lekin biz Ka'bani ko'ra olmaymiz. Nima qilamiz unda? Xo'p, mayli, hech qisi yo'q. Qiblani mobil ilova yordamida ham aniqlab olishimiz mumkin. Qibla qayerdaligini qidiryapsizmi? Barcha tomoshabinlar diqqatiga. Aka-ukalar, opa-singillar, xolalar va amakilar, yiliga attiga 2 marta sodir bo'ladigan noyob hodisaga e'tibor bering. Bu bugun sodir bo'lmoqda. Bugun mahalliy vaqt bilan kechki soat 17:50 da Quyosh Ka'baning qoq tepasida bo'ladi. Keling, qiblamiz yo'nalishini tekshirib ko'ramiz. Ayni muddao, ha?
Endi nima qidiryapsiz, dada? Qibla tomonni aniqlash uchun bizga uzunchoq nimadir kerak bo'ladi. Sizga o'zim yordam beraman, dadajon. Yaxshi, kelinglar unda. Allohning bizga inoyati bu. Yilda 2 bor sodir bo'lar. Musulmonlar o'z qiblasin topib, mudom to'g'ri tomon yuzlanar. Allohning bizga inoyati bu, yilda 2 bor bo'lar sodir. Aniq, oson va juda sodda. Ko'ring, egam nelarga qodir. Keling bo'lib olamiz. Qay tomonda qiblamiz? Namoz ado etmoq uchun Ka'ba tomon yuzlanamiz. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Amin. Voy, yo'q, yomg'ir yog'yapti. Endi sohilga bora olmaymiz bu. Hoy, hammasi joyida. Yomg'irdan so'ng osmon musaffo bo'ladi. Bulutlarsiz yulduzlarni ham yaxshiroq ko'ra olamiz. Haya, esingizdami? Yomg'ir payti nima qilgan yaxshiroq? Duo. Allohim shu yomg'ir naf keltirsin. Amin. Dada. Ha? Esingizdami? Qiblani topish uchun quyoshga qaragandik, to'g'rimi? Agar quyosh bo'lmasa nima bo'ladi? Qiblani qanday topish mumkin? Ha, sizlarga buni kechqurun ko'rsataman. Lekin men hozir bilmoqchiman. Keyinroq ko'rsataman, xo'pmi? Voy! Umar, ketdik. Hozir. Amin. Voy! Ha? Topdim. Dada, endi ayting. Quyosh bo'lmasa qiblani qanday topamiz? O'zing nima deb o'ylaysan? Daraxtlarga qarabmi? Yo'q. Suvni o'lchapmi? Yo'q. Baliqqa, oyga, qisqichbaqaga topdim. Yo'q, Xana. Javobi qanday, dada? Iltimos, ayta qoling. Javobi yulduzlar. Yulduzlar? Biz yulduzlar yordamida ham qiblani aniqlay olamiz. Qanday qilib aytib bering, dada? Cho'mich yulduzlar turkumiga qarab. Cho'mich yulduzlar turkumi ajib, nur taratar, hamisha yorqin. Musulmonlar o'z qiblasin topib, mudom to'g'ri tomon yuzlanar. Ketma-ket 3 yorqin yulduz, xayoliy chiziqlar tutashdir. Ana qo'zg'almas qutub yulduz, Allohning mo'jizasi tengsiz. Keling bilib olamiz. Qay tomonda qiblamiz? Namoz ado etmoq uchun Ka'ba tomon yuzlanamiz. Voy! Yulduzlarga qarab ham qiblani topa olarkanmiz-da, a? Alloh buyuk. Biz qayerda bo'lmaylik, mo'jizasi quyosh va yulduzlar yordamida qiblani osongina topib olishimiz mumkin. Subhanalloh. Shunday qilib, hammamiz dunyoning turli joylarida yashasak ham, har bir musulmon faqat qibla tomonga qaraydi. U esa Ka'ba!
Barakalla, Umar. Oh, Sen ham uxlay qol endi. Qani ketdik. Xo'p bo'ladi. Yaxshi gumonda bo'ling. Hayır. bu yerda nima bo'ldi? Qayerda eding? Kulcha yeysanmi? Mehmon qilaman. Qani ketdik. Davomi bor. Voy! Bu yomon odam judayam aqlli. Hatto g'aroyib Rubi ham uni ushlay olmayapti. Kapitan Onyx va g'aroyib Rubi ularga qancha tuzoq qo'yishdi. Aniq bilaman, keyingi safar uni albatta qo'lga olishadi. Lekin yuziga bir qarang. Biram qo'rqinchli. Hechqisi yo'q. Bu shunchaki multfilm, Xana. Haqiqiy emas. Mana. Qayoqqa ketyapsiz, Umar? Suv ichgani. Yaxshi. Oy. Voy! Meni qo'rqitib yubording. Kechiring. Nimaga qarayapsiz, Umar? Ana bu odamga qarayapman. Voy. Kim bu? Uyimizni yonida nima qilyapti? Bilmayman. Balki u yomon odamdir. Nima? Rostdanmi? Voy. Ha. Aha. Ay. Alhamdulillah. Nima qilyapsiz, Umar? Tuzoq qo'yyapman. Hammasi joyidami, Umar? Bu nima uchun? Uyimiz yonida yurgan haligi yomon odam esingdami? Sezib turibman, bugun yana qaytib keladi. Shuning uchun o'zimizni himoya qilish yo'lini o'ylab qo'ydim. Doim bo'lmoq kerakdir hushyor. Bizda shuncha ko'p tuzoqlar bor. Hushyor bo'lmoq kerakdir doim. Shay turamiz xavf-xatar yaqin. Unda kirishib ishga darhol eng yaxshi tuzoqlar tayyorlaylik. Vaqtimiz yo'qdir zinhor, bo'lsin har narsa tayyor. Men hech nimani ko'rmayapman, Umar. Ishonchim komil, u shu yerda. Ana u. Ana bu yoqda. Salom. Sizningcha u bizni ko'rdimi? Jam. Nima qilsak ekan? Nima qilamiz endi? Ahvolingiz yaxshimi, bolalar? Tashqarida yomon odam yuribdi, oyi. Qarang, uni belkuragi bor. Nima? Qayerda? Men hech kimni ko'rmayapman. U yoqda, oyi. U yerda hech kim yo'q. Shunchaki o'tkinchi bo'lsa kerak.
O'sha odam kechayam uyimizga qaragandi. U yomon odam, oyi. Yo'q, bolajonlar. Yaxshi gumonda bo'ling. Yaxshi gumon? Nima u? Odamlar haqida yaxshi o'ylash. Bo'lsin o'ylar doim beg'ubor. Gapirishda bo'ling xushyor. Har yerda Alloh nazari bor. O'zganing qalbin tirnamay takror. Alloh suymas g'iybat gumonni, yomon xayolni, nopok amalni. Keling qalbni obod saqlaylik, turli o'ylarga berilmaylik. Umar, Hanna, hech narsa bo'lmaydi. Men yuqori qavatni tozalayman, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, oyi. oyijon. Kel, buni yo'ldan olib tashlaymiz. Hanna, yomon odam qaytdi. Uyimizga kiryapti. Voy. Nima qilamiz endi? Hoziroq tuzoq qo'yishimiz kerak, Hanna. Jam. Sherigim bor ekan. Ketdik, tezroq. Doim bo'lmoq kerakdir hushyor. Bizda shuncha tuzoqlar bor. Hushyor bo'lmoq kerakdir doim. Shahid turamiz xavf-xatar yaqin. Ishga kirishib, tuzoq tayyorlaylik. Tezroq bo'l, Hanna. Xavf-xatar yaqin. Ishga kirishib darhol tuzoqlar tayyorlaylik. Vaqtimiz yo'qdir zinhor, bo'lsin har narsa tayyor. Endi nima qilamiz? Qo'rqma, Hanna, tuzog'imiz tayyor. Bismillahillazi la yaduru ma'asmihi shay'un fil ardi va la fis samai va huwas samiul alim. Amin, amin. Endi ketdik. Assalomu alaykum. Dada! Bolalar, nima qilyapsizlar? Biz tuzoq yasadik. Kimdir uyimizga bostirib kirmoqchi bo'ldi. Yomon odam. Nima? Yomon bola qayerda? U yoqda, tashqarida. Qani, men bilan yuringlarchi. Bismillahi tavakkaltu alallohi. La havla va la quvvata illa billah. Salom, Anil. Hammasi joyidami? Joyida. Hozirgina tuzatib bo'ldim. Alhamdulillah. Anil, bolalar bilan tanishing. Umar bilan Hana. Salom Umar, salom Hana. Salom janob Anil. Bu janob Anil. U bog'imizda teshilib qolgan quvurni tuzatishga yordamlashdi. Quvurni tuzatdimi? Ha, shunday. Avval quvurning qayeri teshilganini topib olish kerak bo'ldi. So'ngra o'sha joyni kavlab ochdim. Keyin esa teshilgan quvurni yamab qo'ydim. Biz esa siz haqingizda noto'g'ri o'ylagan ekanmiz. O'ylovdikki, siz To'g'ri debmiz. kechirasiz janob. Yo'q, hammasi joyida bolalar. Hech qisi yo'q. Rahmat Anil. Mayli, arzimaydi. Menga janob Anil yoqib qoldi. Quvnoq odam ekan. Va yana u judayam yaxshi. Shunday ekan bolalar, doimo yaxshi gumonda bo'lishimiz kerak. Bo'lsin o'ylar ezgu, qalblar beg'ubor. Gapirmoqdan avval rostini biling. Bo'lsin o'ylar ezgu, qalblar beg'ubor. Isbotsiz hech qachon qilmangiz taxmin. Yaxshi gumon Allohga ham kelar xush. Avval nima gapligini tagiga yeting. Shunday bo'lsa-da hushyor ham bo'ling. G'araz bor haliyam ayrim qalblarda.
O'ziga hushyor bo'lish juda ham yaxshi xislat. Lekin biz eng avvalo chin haqiqatni tagiga yetishimiz joiz. Xo'p bo'ladi, dada. Menimcha omadim bor ekan. Axir birorta ham tuzog'ingizga ilinmadim. Voy. Oxirgi tort. Voy, Buni uddaladik. Oyil. Rosa shirin chiqqandir-a. Albatta. o, sovg'alar o'ralgan. Mevali tort tayyor, shokoladlisi ham, hammasi tayyor bo'ldi. Sabrim chidamayapti. Siz pishirgan shokoladli tort dunyodagi eng zo'ri. Voy o'g'lim, ey. Meni tug'ilgan kunim kelganida sal ertaroq nishonlasak bo'ladimi? Hozir nima deding, Umar? Voy. Oyijon, nega oyim xafa bo'ldilar? Bilmayman. Yonlariga borgin, hamma. Sizchi bormaysizmi? Meni kechiring, oyijon. Sizni sirayam xafa qilmoqchi emasdim. Ha, qani yonimga kelinglarchi. Sizni yaxshi ko'raman, oyi. Biroz xafa bo'ldim, Umar. Shunchaki seni gaping menga bir narsani eslatib yubordi. Nimani eslatdi? Yo'q, rahmatli bobongiz haqida. Bobomiz haqida. Voy. Hoy. Yo'q bolakay. Buni yeb bo'lmaydi. Mana shunday bosishing kerak. Shu yerini qani ol. O'zing bosib ko'rchi, qani. Tit. Tit. Dede. Dede. Ha. Hayotim kel, o'zim qarashib yuboraman. Bu chiroyli bola kim ekan, ha? Bugun qalbim shodlikka to'ldi. Axir Umarning tug'ilgan kuni. U sevimli nabiram meni, nuri diydam, ko'zim gavhari. Ota-onang bag'rida kamol top o'g'lon. Qo'li duoda solih bo'l deydi. Bu keksa bobong. Voy. Dada, Polvon ey. Dada, yaxshimisiz? mana. Hoy, tug'ilgan kunimni sal erta nishonlashga nima deysizlar? Voy, nega dada? Hech qanaqa sababi yo'q, shunchaki qiziqyapman, bo'ladimi? Albatta, inshaalloh. To'g'ri. Qanaqa tort pishiray dada? Ha? Mevalimi yoki shokoladlimi? Doringizni ichishni unutmang, xo'pmi dada? Agar sizga biror narsa kerak bo'lsa, bizga qo'ng'iroq qiling. mayli? Ko'rishguncha qizim, mendan xavotir olma. Sen o'zingni ehtiyot qil. Rahmat dada. Tez orada ko'rishguncha o'g'lim, yo'lda ehtiyot bo'l. Xayr. Ha, albatta. Yaxshi Xayr. Yaxshi qoling. Yaxshi qoling. Xayr. Yaxshi boringlar. Bobong ekan. Jim, bo'ldi. Salom qizim, bezovta qilmadimmi? Yo'q, bezovta qilmadingiz. Bemalol gapiravering dada. Bugun qaytib kelasizlarmi? Uzr dada, bugun kech bo'ldi. Lekin ertaga bayram qilamiz, to'g'rimi? Demak, qaytib kelmaysizlar. Yo'q dada, boramiz. Saharlikdan keyin yo'lga chiqamiz. Assalomu alaykum. Alaykum. Ha, yaxshi. Va alaykum assalom. Kim qo'ng'iroq qildi? Dadam ekan, salom aytdilar. Salomat bo'lsinlar. Ha, rostdan ham astoydil jon kuydiryapsiz. Albatta. Yaxshi, jamadonlar tayyor. Yana nima? Sharlar, meva-cheva. Ya Alloh, bugun juda baxtiyorman. Shunday quvonchli kunida yana dadajonim yonida bo'laman.
eng shirin tortlar pishirib, yana ezgu duolarin olaman. Shokoladli tort eng yaxshisi dunyoda. Qaranglar, hech biri teng kelolmas unga. Men uchun pishirgan qizim mehr ila. Ta'mi ajoyib. Keling, ulashaylik hammaga. Iye, shuncha ko'p odamni taklif qilganmidik? Umar, ketdik bolam. Yaxshi odam edi bu oyoqish. Baba. Tug'ilgan kunimni sal erta nishonlashga nima deysizlar? Bugun qaytib kelasizlar. Kelasizlar-a? Demak, qaytib kelmaysizlar. Keldinglarmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Baba. Rosa qo'ng'iroq qilib tusha olmadim-da. Nima bo'lyapti? Qo'ng'iroq qildingizmi? Sezmabman, rulda edim. Nima bo'ldi? Bugun tongga yaqin uy ishlariga qarashay deb kelgandik. Uyqusida omonatini topshiribdi bu yaxsh. Biz Allohnikimiz va unga qaytajakmiz. Dada. Bilsang, yonimda bo'lsangiz menga shuni o'zi kifoya. Esingda bo'lsin, men uchun tort boshqacha bo'lishi kerak. Tatib ko'rishga ham juda umidvorman. Mittivoy uxlayaptimi? Voy, tepinyapti. Seni yaxshi ko'raman, farishtam. Sen uchun hamisha duodaman. Dada. Dada. Bo'ldi, hayotim. Kel, sal chetroqqa o'taylik, onasi. Bilaman, bu oson emas, lekin sabrli va irodali bo'l. Dadam seni bu ahvolda ko'rishni xohlamagan bo'lardi. Irodali bo'l, onasi. Sabrli bo'l. Baba yo'q. Baba qayerda? Baba qayerda? Bo'ldi, tinchlan. Umar, Dada, Umar. biz uydamiz. Bobong Alloh huzurida, Umar. Dada. Rahmat. O'zingizni asrang, sabr tilayman. Salomat bo'ling. Qani, bora qol. Ha, to'g'ri. Onasi, hali ham iftorlikka hech narsa yemading. Iltimos, nimadir yeb ol. Hech bo'lmasa ozroq ol. Ya Allohim. Bo'ldi, onasi. Bo'ldi. Azizam, dadam bizni eng qutlug' oyda tark etdi. Jannat eshiklari ochiladigan muborak kunlar. Do'zax eshiklari esa yopilgan. Alloh rahmati yog'iladigan oy bu. O'zi suygan bandalarini shunday oyda huzuriga chaqirib olsa, ne ajab. Yeging kelyaptimi? Yedirib qo'yaymi senga? Yana yegin kelyaptimi? Sekiroq, u meniki. Oyjon, bobom bu dunyodan qayoqqa ketib qoldi? Alloh taolo huzuriga yo'l oldi. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Demak, bobom hozir Allohning yonida ekanda. Shunday. Alloh bobongizga bizdan yaxshiroq g'amxo'rlik qiladi. Chunki Alloh Eng mehribon va eng rahimli zotdir. to'ppa-to'g'ri bolajonlarim. Assalomu alaykum, men keldim. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Dadajon, Tug'ilgan tug'ilganingiz bilan dada. Rahmat. Hammasi joyidami?
Oyim bobomni sog'inibdilar. Oh, azizim. Ha, Dadajon. Oyijon. namoz o'qib bo'lgandan so'ng bobongiz haqqiga ham Qur'on tilovat qilamiz, xo'pmi? Bo'ladi. Rahmat. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Sabr qiling, dada. Dadasi, tura qoling. Uxlab qolibmiz-ku. Tezroq bolajonlar uyg'oninglar. Yaxshi. Oy. Ovqat pishirishga vaqt yo'q. Saharlikka nima yeymiz endi? Ha, topdim. Xurmo. Xayriyat, hammamizga yetdi. Yaxshi. Dadasi, Kelmang, qanday yordamlashib qilib- xo'pmi? Xo'p, Bo'la qol. hozir. Men ham hozir boraman. Hanna, uyg'on hozir. bolajonim. Buni tezroq ichib ol, Umar, ko'zlaringni tezroq och. ko'zingni och. Hanna, Saharlik vaqti o'tib sekinroq ketyapti. Axir ichasan. uyg'on. Umar, tezda ovqatlan. Deyarli vaqt bo'ldi. Dadasi, siz ham ovqatlaning. Voy, Allohu akbar. Yo Allohim, tezroq artib olish kerak. Latta qani, latta Qayoqqa qayerda? ketyapsiz? Avval artib qo'yay degandim. Keyin o'zim artarman. Shu yerda Avval turarmidi? o'zimizni yopib oling. Xudoyim. Endi nima bo'ldi? Ay, senga hozir aytdim-ku, Hanna, sekinroq ichish kerak, qizim. O'tib ketdimi, qizim? Voy, chiroqni kim Chiroqni kim Allohu o'chirdi? akbar. Men hozir borib qarayman. avval ovqatlanib oling. Hech qisi yo'q, atigi bir soniya. Qayerda edi-ya? Mana, bo'ldi, alhamdulillah. Azizim, saharlik qilib oling Xo'p, tezroq. Bo'ling, Voy, dada, bo'la qoling. Yaxshi. Tezroq qilib oling. Ya bismillah. Yo'q. Tezroq, dada. Azon hali tugamadi. Ichasizmi, dada? Endi mumkin emas. Azon ovozini eshitishimiz bilan ovqatdan qo'l tortishimiz kerak. Agar keyin ham ovqat yesak, niyatimiz hisobga o'tmaydi. Voy. Bechora dadam, saharlik qila olmadingiz. Mayli, hech qisi yo'q. Hammasi yaxshi. Biroz sabr qiling, dada. Yo'q, men yaxshiman. Bizning eng yaxshi taom qovurilgan jo'ja. Shirin va mazali. Bir marta totib ko'rsangiz, yana olgani albatta kelasiz. Voy! Voy. Shirin va Qovurilgan mazali. jo'ja. Shirin va mazali. Dadajon, Baquvvat bo'lish uchun mashq qilyapman. Voy, belim. Iftorlikka qovurilgan jo'ja. Yaxshi. Iltimos, qovurilgan jo'ja. nima bo'ldi? Chiroq yana o'chib qoldi. Hozir kutib turinglar, bolalar, borib qaraychi. Ha? Kutib turinglar. Qayerda edi-ya? Voy. Sabr qiling, dadasi. Ha? Sabr qiling, inshaalloh. Sabr qilganga kuch Shu desang, birdan berar. o'chib qolyapti. Har narsada Ertalabdan beri o'zi shu ahvol. madadkor. Ko'tarib qo'yyapman, Sabr lekin baribir qilganga tashlab ajru yuboryapti. savob Nima bor. bo'layotganini bilmay qoldim. Sabr qiling, dadajon. Alloh madadkor har qachon. Sabr qiling, dadajon. O'zi bizga ato aylagay sabr. Bunda katta hikmatlar bordir. Niyatliman. Niyatliman? Nima degani bu? Niyatliman, ro'za tutdim degani. Biz ro'za tutganda sabr qilishimiz kerak.
Sabrli bo'ling, dadajon. Alo, alo, Jo'jim ha, bor, uyimizdagi ajoyib. elektr saqlagich ishlamay qolyapti. Alo, ha, alo, sizni eshitmayapman. Eshitilmayaptimi? Nima? Xo'p, mayli, xo'p. Rahmat. Mushugim bor, ajoyib. Alo, G'aroyib. alo. Uyimga kelib elektr saqlagichni tuzatib bera olmaysizmi? Uzr, uzr janob, bugun Ha. ommaviy dam olish kuni, afsuski siznikiga bora olmaymiz. Ertagacha kutib turishingizga to'g'ri keladi. Astag'firulloh. Yaxshi, rahmat. Arzimaydi. Niyatliman. Bu shunchaki saqlagich. Bismillah. Ha? Qani, menga ham ish ko'rsatinglarchi. Nima qilishim kerak? Unda siz tovuqni marinadlab bering. Iltimos. Gap yo'q. Yo'q, bunaqa emas, Hanna. Hozir o'zim ko'rsataman. Yaxshi. Voy, uyda qo'ziqorin yo'q ekan-ku. Yo'q! Qo'ziqorin yo'qmi? Unda qo'ziqorinli sho'rvani qanday pishiramiz? O'zimizda bor masalliqlardan foydalanishimiz mumkin. Keling, sabzavotli sho'rva pishiramiz. Yo'q, qovurilgan jo'jani sabzavotli sho'rva bilan yeb bo'lmaydi axir. Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Hoziroq borib qo'ziqorin olib kelaman. Dada, siz bilan borsam mayli? Albatta. Umar. Men oyimga yordamlashaman. Xo'p, yaxshi. Unda ketdik, Xana. Iya. Bizga qo'ziqorin kerak. Ha. Aha. Alo, assalomu alaykum. Eshitaman, azizam. Va alaykum assalom. Ovqat pishirayotgandim, birdan gaz tugab qoldi. Gazmi? Yaxshi, gaz ham olib boraman. Yaxshimisizlar? Nima bo'ldi? Simdan o't chiqib, chiroq yana o'chib qoldi. Oyi. Tushunarli. Yana saqlagich pand bergan. Yaxshi, hech narsaga tegmanglar. Biz hoziroq uyga qaytamiz. Uyga ketdik, Xana. Bo'pti. Voy! Astag'firulloh. Xana, hech narsa qilmadimi senga? Voy, nima balo, ko'rmisiz? Yo'lingizga qarab yuring-da. Uzr, birodar. Nima uzr? Qachondan beri birodaringiz bo'lib qoldim? Kattami siz, kichikmi bilmayman-ku. Gapini qaranglar. U siz ham bugun saharlik qilishga ulgurmagandim. Ataylab qilgandek g'ashimga tegishlar ortiqcha. Niyatliman. Bunisidan qutulsang, bunisi kelib asabiyni buzadi-ya. Niyatliman. Siz ham buni saharlik qilishga ulgurmadingiz, lekin hali ham sabr qilyapsiz, to'g'rimi, dada? Niyatlisiz. Obbo, qanaqa kun bo'ldi o'zi-ya? Rahmat, qizalog'im. Yaxshi ham sabr qilishim kerakligini eslatding. Arzimaydi. Xo'p, mayli, endi boraylik. Qorong'u tushyapti. Ya Alloh! Nima bo'ldi, dada? Motor qizib ketdi. Sabr qilaylik, inshaalloh. Sabr qilganga kuch berar Alloh. Har narsada o'zi madadkor. Sabr qilganga ajru savob bor. Sabr qiling, dadajon. Alloh madadkor har qachon. Sabr qiling, dadajon. O'zi bizga ato aylagay sabr. Bunda katta hikmatlar bordir. Tutun? Nimadir yonyapti. Tezroq, ketdik bo'la qol. Voy, keldinglarmi? Kela qolinglar. O'tiringlar. Nima? Qani tezroq. Qovurilgan jo'ja.
shirin makka jo'xori. Bu esa qo'ziqorinli sho'rva. Qo'shnimiz chiqaribdi. Oh. Yetkazganiga shukr. Menga hammasi yoqdi. Rahmat onasi. Rahmat Umar. Meva sharbati. Alhamdulillah. Biram kulgili ko'rinyapsiz-ki. Yosh bola. Yo'q, ko'zimga tutun kirib ketdi. Yaxshi, vaqt ham bo'ldi. Endi og'iz ochsak bo'ladi. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi.